Vay bile. Pulim bo'lgani tashlab ketaman aka. Akajon biz to'g'ri tushunasiz, qarzga bera olmaymiz. Akajon, iltimos, nochorlikdan so'rayotgandim aka. Qornim och. Men sizni tushundim, lekin mendan ham katta odamlar bor-da. Men ham bu yerda oddiy sotuvchiman aka. Zot, nima bo'lyapti? Ishlaymi? Assalomu alaykum boshqa. Alaykum assalom. Bu yoq kishi pullar yo'q ekan. Shashlik so'rayotdi. Yo'q degandim, shunga shu yerda to'xtadim. Og'ayni nima xizmat bizga? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Nima xizmat og'ayni? Aka, yo'ldan o'tib ketayotgandim. Qornim och edi. Shu bu akadan ikkita shashlik qarzi so'rab turgan joyim edi. Og'ayni, oxirgi marta qachon to'yib go'shingiz? Oxirgi marta shu mahalladan Azim aka buqa so'ygan degan. Bekzod, Nima boshqa? qara bir ahvol odamga ko'rinishi. Aka-uka choyxonasi nomidan hadya qilib berib oling, narsa so'rab. Xo'p bo'ladi. Mana og'ayni, aka-uka choyxonasi nomidan siz uchun hadya. Qachon pulingiz bo'lganda emas, siz uchun bu ehson. Har doim kelishingiz mumkin. Eshigimiz siz uchun ochiq. Rahmat aka. Rahmat.